domlarni, kvartiralarni перегородка qilinadi-yu, mana to'siq to'siladi. G'isht qo'ygan yaxshimi yoki bo'lmasam gipsokartonni o'zidan oson ham arzon qilib gipsokartonni o'zi urib qo'ygan yaxshimi? Devorning o'zining funksiyasi bor, ya'ni shovqin o'tkazish kerak emas. Chegara bo'lish kerak, o'zi ham mustahkam bo'lish kerak. Ertaga baribir har xil holat bo'ladi. Masalan, bolalar bo'ladi, mehmon kelishi mumkin, har xil ovozlar eshitilishi mumkin. Endi Xudo ko'rsatmasin, masalan, turtilish-purtilishlar bo'ladi er-xotin o'rtasida masalan. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi variant ma'qulroq? Yaqinda bitta klinikada shunaqa holatga duch keldim. O'rtada devorli gipsokartondan qilingan, erkaklar va ayollarning o'rtasini to'sib turibdi. Endi ukol qilinyapti, boshqa narsalar muolajalar qilinyapti, ovozlar eshitilyapti-da, ay-vay degan. Shuni ustalar nahotki shuni aytmagan bo'lsa qilishdan oldin desam, ular aytishdi, biz arzonroq, kam xarajat bo'lishini xohladik deyishdi-da.